Assalomu alaykum Ilhom aka, yaxshimisiz aka? Va alaykum assalom, Mashhurбек, tuzimsiz, charchamayapsiz? Yaxshi, rahmat. YouTube'dagi obunachilaringizga aka, do'koningizdagi mahsulotlar haqida birma-bir aka informatsiya berib o'tsangiz. Bo'ldi aka. Hozirgi kunda dolzarb bo'layotgan mana shu kir mashinalar haqida aka, bir-ikki og'iz aka tushuntirib o'tsangiz, obunachilarga ham juda ham zarur tema. Kir mashinalarimiz juda ham sifatlilari bor, o'rta miyonasi bor. Kir mashinalarida turlari juda ko'p. Undan ko'ra keling, bitta-bitta bunday ko'rsatib tushuntiramiz. Qaysi biridan ko'rsatasiz aka? Endi eng brendga chiqqan masalan LG 11 kiloli. Buni xususiyatlari aka? Buni xususiyatlari turbo vash 39 minuti bor, eko 40-60 gradusda suvni isitib yuvib beradigan funksiyasi bor. Bistro 14. Endi bistrolar hamma funksiyalari zo'r. Bularda o'zi reklamasi o'zi bilan, bularni reklama qilish shart emas, yaxshi narsa. Lareto bor. Mana bu 9 kiloli, bu ham zo'r kir mashinamiz. Mana ichida zavod tomonidan qo'shilgan tvitteradiganlari bor ekan. Buni обороты 1400 оборот bo'ladi. Haligi siqish обороты 1400 оборотga to'g'ri siqadi. 95 gradusga to'g'ri suvni isitib bera oladi. Aka, bu kir mashinalarimiz firmenli LG hamma taniydigan brendlar. Qarang, bunda bor funksiyalar bu boshqa kir yuvadigan mashinalarimizda ham bor ekan. Lekin narxlari sezilarli darajada arzon. U narxi arzon degani bunga nisbatan bulari yaxshi emas deganimi yoki yo'q, yaxshi emas. O'zi eng arzon kir mashinalarida ham eng qimmat zavodlar teradi. Eng arzon kir mashinalarida ham. Bu yerda brend rol o'ynaydi. Masalan, brendga yarasha sifat bo'ladi. O'zi arzon kir mashinalarimiz ham sekin-sekin o'zi qaysi yaxshi, qaysi yomon bilinib qolyapti. Masalan, men Laretto'ni mana kir mashinani bemalol tavsiya qilaveraman. Kimga bo'lsa tavsiya qilaveraman. Sifatli kir mashinamiz. Bu necha kiloli aka? Bu 9 kiloli. Buni narxi qancha? Xo'p, buni biz 5 million 300 ming so'm sotyapmiz. Yo'q, 5 million 300 ming emas, obunachilarimizga oxirgi narxini ayting aka. 4 million 990 ming so'mdan qilib beramiz. Bo'ldi. Faqat Ilhom Techga obuna bo'lganlar uchun. YouTube'da bizga obuna bo'lib, masalan, bizni kuzatib boraveringlar, biz sizlarga eng arzon, eng yaxshi narsalarni ko'rsatamiz. Buni 6 kiloli Laretto'da, mana buni ko'ring-da aka. Buni qanaqa funksiyalari bor? O'tgan yili bundan rosa ko'p sotdik. Lekin muammo chiqmadi desak bo'laveradi. Buni tushuntirib o'tsangiz. Buni mana yoqib ko'rsatib beramiz. Bunda nima qilmadingiz aka? Yoqing chiroyli. To'g'ri funksiyalari ham bor. Bizda keyin realniy bo'ladi. Hali bekitib, haligi tayyorgarlik ko'rmaymiz. Realniy mana qiziqadiganlar bo'lsa kuzatsa bo'laveradi. Biz haligi realniy shu jahon bozorida, savdoda, mana mahsulotlarda realniy olib chiqmoqchimiz. Xudo xolasa. Laretto'ni ham tayyorlab qo'ydim. Ko'rsating. Xo'p, Laretto'ni bismillah. Yoqamiz. Yoqqanimizdan keyin tarozi funksiyasi bo'ladi. Shu tarozi funksiyasi 6 kiloli avtomatni 1 kilo kir solsa ham 1 kiloga qarab turib, mana bu tarozi almazli bo'ladi. Barabanda o'zida tarozi bor. Tarozi tortaveradigan funksiyasi bor. 1 kilo kiringizni tortib turib, 1 kiloga yarasha suv beradi. Tarozi funksiyalari shu chap tomonda turadi, avtomatga yuklanganda. Shunda sintetikada, ekoda, xlopokda, adiolda shu funksiyalarida bor. Qolgan funksiyalari oddiy boshqa avtomatlarga o'xshab bir xilda suv sarflaydi. Bu yaxshi tomonlari A+ bor, 3 ta. U nima degani u A+ tushuntirib o'tsangiz. Ko'pchilik tushunmaydi ekan, invertorda pastokka ishlaydi deb turib tushunishib olyapti. Unaqa emas, invertor tokingizni tejab beradi. A+ tokingiz pasayib ketgan holatlarda ham katta foyda beradi. Pastokka ishlaydi. Значит, bu tarozisi degani aka, kiringizni qancha solishingizdan qat'iy nazar o'zi tejab turib suvini, parashogini o'zi bilib qilib beradigan ekan-da, qo'shib beradigan ekan. Xo'sh, aka yana nimalarni tavsiya qilasiz aka do'koningizda? Do'koningiz juda katta ekan aka. Bu yoq ham sizga qarashlimi aka? To'g'ri, bizga qarashli, hali u yerlarga ham yetib boramiz, xudo xolasa. 8 kiloli Hoffman, bu ham rosa eng ommabop kir mashina. Juda ko'pchilik oladi buni ham. Xudo xolasa buni ham tavsiya qilaveramiz. Buni narxi qancha aka? Buni 5 million 150 ming so'mga qilib beramiz. Oxirgi narxi.
oxirgi narxi endi buni ham obunachilarimizga Narxi qiziqda aka, biz obunachilarga. 4.990.000 so'mga qilib beraveramiz uni ham. Ha, uni ham. Uni ham shunday qilib beramiz. Xo'sh, assortimentlarimiz juda ko'p ekan. Endi Hisense ham yaxshi brend. Ha. Avvaldan bor narsa. Yoshligimizdagi Hisense brendlar. Zo'r brendlar Hisense ham 9 kiloligi bor. Buni ham kerak bo'lsa klientlarimiz bir oylab kutgan. Ishlatganda buni yana olaman deb bir oylab kutgan. Mana shu kirmoshnalarimiz ham hozirgi kunda juda narxi arzon. 3.650.000 so'mga qilib beraveramiz. Yana nimalarda Ham aka? 9 kilolik, ham inverter motor. Hamma udovstvasi bor. Yana nima kerak? Bo'ldi. Xizmat qilaveradi. Yana nima mahsulotlarni ko'rsatamiz? Endi Brandoni ko'ring-da, Brando ham DD bo'ladi. Bu DD motor bo'lgani bilan bu ham rosa dizayni, sifati rosa zo'r. Shaxsan buni ham tavsiya qilaveraman. Menga nimani tavsiya qilasan desa, buni ham tavsiya qilaveraman. Obunachilarimizga qizi DD motor nima degani? Ertaga haligi Sherstdan DD motor shu LG tanilganiga biz shuni aytamizda, LG motor bo'ladi. Ha, LG motor ichi. deb qo'yamiz. Ha, tushunarli aka. Qisqaroq qilib aytganda shu. Hozircha kir mashinalarimiz haqida ancha ma'lumotlarga ega bo'ldik. Aka, bu tarafdagi do'kondaga ham chiqib obunachilarimizga televizor, Yuring uka. televizorlar haqida ma'lumotlar bersangiz aka. Ko'ring televizorlarni. Televizorlar hozirgi Assortimentlari kunda ko'p ekan. rosa ko'p assortimentlarimiz. Hozir mana yangi yil arafasida biz qanaqadir bonuslar, narxlarni arzonlashtirish maqsadimiz bor. Mana shu 1.200.000 so'm sotilayotgan mana shu televizorda aka. 1.200.000 so'm. 1.350.000 ham sotganmiz. Yaqinda Instagram kanalimizda 1 milliondan qo'yib yubordik. Agar bizga obunachilar ko'payib, bizni nima qilsa, qo'llab-quvvatlab turishsa, biz yana undan ham arzonroq qo'yishga harakat qilamiz. Hozirgi kunda buni 1.80.000 so'mdan qilib bera olamiz. Buni aka xarakteristikasi haqida xarakteristikasi. Xo'p, xarakteristikasi keling, buni ochaylik. Bo'ldi. Obunachilarimizga qiziqda aka. Mana o'zidan chiqadi. Pulti, batareykasi, oyog'i, qo'llanmasi. Bu значитali o'zimizda terilgan teppa emas ekanda aka. Yo'q, bu qo'lbola emas. Qo'lbola emas. Oddiy bir qo'lbola zavod emas, bu Xitoyda o'ziniki. Garantiyasi qanaqa aka? Qizimaydi. Sindirib qo'ymasa garantiyasi qancha? Sindirib qo'ymasa 1 yildan 3 yilga dolib biz garantiya beraveramiz bularga. Qarang, qizimasa, qatimasa eng yaxshi televizor bo'ladi. Bu masalan shaxsan buni $200 ga yo 2,5 million so'mga bir brendga televizor sotib olish shart emas. Bu ham xizmat qilaveradi. Xo'p. Buni sizga hozir YouTube'da ishlashlarini O'zbekistonda mana Smart TV ekanda. Smart TV. Bemalol YouTube'larga ulasa bo'laveradi. Bemalol. Aka, bu safarda yurgan akalarimizga, ota-onasiga podarka qilib, aka ukasiga va hokazo. Shu dastavkalarimiz bormi aka? Bor, dastavkalar qilib beramiz. Kelishilgan holatda qilib beramiz. Lekin men ko'p joylarga dastavkaga borib qolamanda, hali ham orqasi bor televizorlarni ko'ramiz. Hurmatli do'stlar, u bo'ldi, tugadi u davrlar. O'zi arzon-u, olinglar buni, maza qilib ishlatinglar. Karta raqamlarni Karta raqamlarni SMS qilamiz, xudo xolasa. Xudo xolasa SMS qilib qo'yamiz. Jahon bozorida eng yaxshi narxda, arzon narxda qilib beramiz. Gapimizga javob beramiz. Birov bizga pul tushirsa, bir puliga otilib, bir anaqa bo'lib qolmaydi. Xohlasa yetkazganimizdan keyin eshigini tagida dastavka qilib, u ham bo'laveradi. berganimizda pul tushirib beraveradi. Uyga yetkazib borgandan keyin muammo yo'q. Endi biz uka oddiy kanalga moslashtirishdi mana. Shu ham qiziq. Mana ko'rsin, mana odamlar bizga telefon qiladi-da, kanalini tera olmayapman deb, mana kanal terib beramiz mana. Tayyor kanallar terilgan holatda qo'yiladi. Masalan, endi shu ham kim uchun kerak? Okey deb bosamiz. Mana o'rtada avtonastroyka, biz avtonastroyka qilamiz, ruchnoy nastroyka qilamiz. Ustunda chastota 5 turibdi. Shu chastotani 27 qilamiz. Mana chastotani 27 qilsak, signal keladi.
Shu ko'pchilik tushunmaydi, odamlarimiz televizorda kanali chiqmayapti. Mana signal keladi do'stlar, mana signal keladi mana bizda. Kanaldan 27 rushnoy ezib ekan. Mana 100 ga 100 signal kelyapti kasva. Shunda bitta mana zapusk qilib qo'ysak, bizni O'zbekistonda kanallarni chiqarib beraveradi. Shuni ham doim aytaman deyman. Obunachilarimizga manfaatli bo'ldi, albatta. Manfaatli bo'ladi. Kerakli narsa. Shuni kanal terish bo'yicha rosa ko'pchilik tushunmaydi-da, bizga telefon qiladi. 1 daqiqada уже ya'ni bo'laversa, tezda terib oladi. bo'laveradi. Mana 23 ta oddiy kanal, 5 ta radio. Juda tiniq. Bu oddiy kanalda ko'rsatyapti, bular esa bu ham oddiy kanal, a? Bular mana sizlar internet, YouTube. Lekin ancha tiniq ekan. Tiniq. Endi Kolonkalari ham juda tiniq. internetga ulashimiz masalan Qani? YouTube mana. Sizlarga mana 1.80.000 so'mdan hozirgi kunda qilib beraman degan televizorimni mana internetga kiradi. Mana ko'ring. Mana YouTube bor o'zini. Telefon ulasa bo'ladi, masalan. Ya'ni telefonda narsa bunda ham chiqib ko'rsataveradi. Mana birinchi Wi-Fi ulashdan boshlaymiz ishimizni. Настройка set, беспроводной setga kiramiz, выключить qilamiz. Mana Wi-Fi da o'zi topadi hozir. Mana biz o'zimiz Wi-Fi dan foydalanamiz. Wi-Fi ham nomi ilhom ekan. Bizda hamma mahsulot ilhom desa esimizda qoladi. Men internetga ulandi. Set подключение. Biz пропустить ko'ramiz buni. Mana. Biz YouTube'da o'zidan foydalanamiz hozir. Birorta video qo'yib bersangiz. Agar antenam yo'q desa, mana uyda nima bo'lsa, Uztelekom bo'lsa, Uztelekomda o'zining kanallari bor. Brauzerdan narsa ko'rsa bo'ladi. Xo'p. App Store'si bor. Apple Store bor ekan. Bor. Mana biz hozir YouTube'ga kiramiz. Endi ketdi. Mana YouTube'ga ham kirib oldi aka. YouTube'ga kirish qiyin emas ekan. Nachatni bosamiz. Haligi internetda mana telefondan bunga o'ting, pult orqali kirasizmi, akkaunt bilan kirasizmi desa, biz shunday qilamizda, mehmon sifatida kiramiz. Bo'ldi. Mana void deyapti hozir. Bo'ldi. Mana qizil anaroq bo'laversa. Void. Void bo'lsa, zaпрос beramiz. Biz masalan 4K video ko'rishimiz mumkin. To'g'rimi? Qatishi yo'q, ishlashi zo'r. Mana 4K videolar chiqaradi. Juda go'zal. Juda ham go'zal. Kolonkalari ham juda baland ekan. Bolajonlar uchun mana multfilmlar mana. Xohlagan narsangizni ko'rasiz. Serial kutib, kino oladi, vali Milliy TVdan nima qo'yar ekan, bolajondan nima qo'yar ekan demaysiz, arzimagan pulga olasiz, maza qilib ko'rasiz. Buni oxiri qancha aka? Buni obunachilarimiz uchun hozirgi kunda 1.80.000 so'mdan kelib olib ketsa bo'laveradi. Yo'qcha tushib bering. 1.50.000 qilib bering. Obunachilarimizga. 1.60.000 so'm qilib beraman. Xo'p. Kelaverasizlar, xudo xolasa. 20.000 ham hannada aka. Yo'q, hanna. Zo'r uka. Mana endi plisoslarimiz. Mana Texnomir plisoslarimiz ham juda yaxshi. Aytganimdek bizda realniy hammasi. Narxlar ham realniy. Pastdan kelib, yo'q narxni aytib odam chaqirib olmaymiz. Bor narxni aytamiz. Xo'p. Plisoslarimiz ham mana ideal, mana shu ideal plisosligimiz ham mana qopli bo'ladi, tortishlasa zo'r. Amperi qanaqa ekan buni? 2000 vatt. Mощность 2000 volt bo'ladi. Voltmi? Men tushunmayman endi. Obzorini qilib berasiz. Bu tarafda yana do'koningiz bor ekan, aka? Bu yerda bor, konditsionerlarimiz bor. Bu baland. Pasaytirib ishlatsa bo'laveradi. Bu qayerda mahsulot aka? Bizni O'zbekiston mahsuloti bu. O'zbekiston mahsuloti. Doim mana qopini tozalagandan keyin buni filtri bor. Filtrini ham qoqib qo'yamiz.
qoqib qo'yib yana joy-joyiga qo'yishimiz kerak. Qopni qo'yishimiz kerak. Hozir qulay narsa chiqib qolgan, kolba chiqib qolgan. Shu kolba orqali ishlatsak ham yaxshiroq bo'ladi, tejamkorroq bo'ladi. Qopni ham uzoqroqqa yetadi. Обязательный bizga kerakli bo'ladigan narsa pilisos olgandan keyin odamlar faqat u yerga e'tibor beradi. Bu yerga ham e'tibor berishimiz kerak, do'stlar. Filtri ham chiqadimi? Filtrini mana uni qoqib, bu havoda yutib, bu ushlab qoladigan narsa. Mana mashinaga dovul chiqaradi kerak bo'lsa. Bu shunaqa chang bo'ladi, buni yuvish shart emas. Buni bunday qoqsak, o'zi yengil qoqsak yoki bo'lmasa fuyda borsak, mashinani ham vozdux filtriga o'xshagan narsa ekan-a. Yana joyiga qaytarib qo'yamiz. Bu eng kerakli narsa bu. Pilisosda uzoq ishlasin degan odam bu yerga e'tibor beradi. Bo'lmasa tortmaydi pilisos. Bu pilisosimizni aka oxirgi narxi obunachilarimizga oxirgi narxi. Endi bu pilisosimizni oxirgi narxi 750 ming so'mga qilib beramiz. Obunachilarimiz uchun bozorda 900 ming so'm, 850 ming so'm sotyapmiz. Agar YouTube orqali ko'rib kelsa, biz ular bilan savdo qila olmaymiz, lekin 750 ming so'mdan qilib beramiz. Xuddi shu pilisosimizni vakuumligi bor. Vakuumligi ham yaxshi. Ko'rishingiz mumkin. Bu nimani bajarib beradi vakuumligi? Endi buni ko'proq haligi hovlida o'tirmaydigan, domda o'tiradigan odamlar uchun tavsiya qilamiz. Sababi qopni qoqib o'tirmaydi-da, shuni bunday to'kib qo'yadi salafanga. Bunda ham lekin обязательно orqasida ko'rsatganimdek filtri bo'ladi. Bunda ham filtr bor ekan mana. Bularni tozalash kerak. Mono artelga gap yo'qda. Shun kam. Mощность baland. Buni ham bitta obunachilarimizga ko'rsatib berasizmi tekshirib? Qiziq-da. Qiziq. Kimdir unga, kimdir bunga qiziqadi aka. To'g'ri gapiryapsiz. Artelda endi Artel milliy brendimiz. Milliy brend bular. Buni yoqamiz. Moshni ekan-a, tortishi. Zo'r. Shumi ham baland emas. Tortishi juda ham go'zal. Bu yerda cho'tkalarimiz bor, qo'shimcha. Burchak tozalaydiganlarimiz bor. Xo'p. Mana qopi. Asha filtri. Значит, hozirgi chiqayotgan pokoleniyalarda hammada oldi orqa filtri bor ekan. Bo'ladi, hammasida bo'ladi. U menimcha shu narsada bo'ladi, shunga e'tibor bermaydigan sodda odamlarimiz ko'p. Media zo'r bular ham. Endi hamma ham bilib tug'ilmaydi. To'g'ri. Kimdir o'rgatib turish kerak. Eng yaxshi narsalarimiz. Endi manaqa kimni ayollarimiz uchun mana qurishni pardazmo deysizmi? Nagrevatel deysizmi? Toster deysizmi? Sokurishmalka, tefalterimiz, shashlinitsa, sokurishmalkalarda eng oliylari bor mana. Arzonga qilib beramiz, xudo xolasa. Mesarovkalar ham bor ekan, elektron mesarovkalarimiz bor. Buni bu yog'i mesarovka ham kerak bo'laveradi. Aka, buni halol obunachilaringizga, YouTube obunachilaringizga atrofga nisbatan arzonroq qilib berasiz, tushib narxlarini. Bizda realniy bo'ladi, hamma yo'qda realniy aytamiz. Yashirish yo'q, mana do'konimiz qo'ldan kelgancha. Bu xolodilniklar haqida ham aka. Xolodilniklarmi? Mononi qarang aka. Yozli kunida buni ichiga filni tiqib yuborsa bo'laveradi, aka, ichiga. Yotib olgisi keladi, yozli kunida buni ichiga kirib. Juda katta, bahaybat. Fazalari, sabzavot soladigan joylari juda katta, zo'r. Puli ham o'ta shikolat narx, o'ta ham shikolat narx. 7 million so'm. Juda arzon. Bu-chi? Bu ikki qanotli ekan. Bu Bestonniki. Bu tomoni polniy morozilka. Polniy morozilka. Bu tomoni polniy xolodilnik. Bunday ochganingizda biror narsangizni istab qolmaysiz. Hamma yaxshi narsalar ko'rinib turadi, xudosi. Planli ko'rinib turar ekanda ochilganda, hamma yo'g'iz. Aka, buni narxlariga, aka, keyin buni litrlari qanaqa? Buni qanaqa ranglari bor? Shularni ham bir qator aytib o'tasiz. Seri rangi bor, qora rangi bor. Ikki xil rangi ekan. 600 litr, 650 litrga dor bo'laveradi.
inverter motor hisoblanadi. No frost funksiya, masalan, no frost nimada ishlaydi? Nima degani u no frost? Воздушный bo'ladi. Ha, Havo bilan havo sovutadi. bilan sovutadi. Mahsulotni 2 barobar oshiqroq ushlab tura oladi. Ha, Muzlatib qo'ymaydi. muzlatib qo'ymaydi. Bunda ham shu funksiyalar bor. Bular polniy no frost xaldaymiz. Hozir zamonaviy zamonga ashunga qarab ketyapti. Buni narxi qancha aka? Bu qorani 2 qanotlida. Xo'p, buni narxini 8 million so'm sotyapmiz. Obunachilarga. Obunachilar uchun buni narxini 7 million 800 ming so'mga qilib beramiz. 7,5 million. Yo'q, 7,5 millionga bo'lmaydi. 7 million 600 ming so'mga qilib beramiz. Bo'ldi. Siz obunachilaringiz uchun. Obunachilar siznikimi, menikimi? Birinchi sizni YouTube'ingizga qo'yamiz aka. Aka endi konditsionerlar haqida ma'lumotlar bersangiz Ilhom aka. Konditsionerda ham juda ham assortimentlaringiz ko'p ekan. Konditsionerlarda endi Konditsionerda shunaqa ma'lumot beringki, hozir bizda toklarjicha bilasiz, напряжение past, odamlar maksimalniy toklarni sarfini kamroq bo'lish uchun inverter motorlarga qiziqyapti. Shu inverter motorlardagi, даже hammasi inverter motor bo'lib ketgandir hozir. inverter emas, konditsioner biz o'zimiz sotmay qo'yganmiz. Unaqa yo'q ham bo'lib ketdi. Ha? To'g'ri. Oddiy konditsionerlar yo'q. Inverterda ham eng yaxshilarini sotamiz. Hozirgi kunda qishga qarab ketyapmiz. Ha. Eng yaxshilarini sotamizda. Qish kunida tok past bo'ladi, shunga maksimalniy bundan foydalanadiganlar qiynalmashi kerak. To'g'ri. Shunga yaxshi konditsionerlaringiz, hammasi yaxshi bo'lsa kerak-ku, maksimalniy hamyonbop, obunachilarimizga Hamyonbop. qulay. Bizda-chi uka mana 3 million so'mga Rolls konditsioner qilib beramiz, 12 talik. Ha, 3 million so'm. Nima deyapti? Zo'r. Masalan, sifati yaxshi. Hmm. Prosta biz bundan ham yaxshiroqlarini tavsiya qilamiz. O'zi bu ham zo'r, yaxshi brend. 3 Bundan ham millionga yaxshiroqlarini lekin tavsiya juda ham qilamiz. zo'r. Chigo konditsionerni ko'ringchi, Chigo Ha. konditsioner. Buni ham u qanaqa brend bu ham Chigo, hamma taniydi Chigoni. Hozir zamonaviy, tentli. Bu Chigo 12 taligi nech pul? 12 talik Chigo 3 million 300 ming so'mga qilib beramiz. Musofirda yuradiganlar uyga o'rnatmoqchi bo'lsa, ota-onasini uyiga o'rnatmoqchi bo'lsa, o'rnatib berishlari bilan o'zingiz ustalaringiz bor, yaxshi chiroyli qilib Uni o'rnatib alohida beradi. kelishilingan Holatda. holatda usta jo'natamiz. Chiroyli qilib o'rnatib beradi ustalarimiz. Ularni ham ustalarning ishini ham sekin-sekin videolarini YouTube kanalimizga joylaymiz. Xudo xohlasa. Dastlabkalarda klientlarni uyiga qilib berayotgan dastlabkalarimizni qilamiz. Balkim sizni uyingizga to'g'ri kelib qolishimiz mumkin, balkim biror joyga borib qolishimiz mumkin. Bizga obuna bo'lib qo'ying, biz xudo xolasa ularni ham olib chiqamiz. Xudo xohlasa. Xo'p, konditsionerda shaxsan masalan Citronic'da shu Shine degan modelini men tavsiya qilaveraman. Shuni qo'ygan odam baraka topaveradi. Bu nimasi hech ko'rmagandim. Endi Bu yangi soft deb bu yozdi kunida havoda bir xilda ushlab tura oladi. Shabada urib yuboryapti. Konditsioner o'chirib qo'ysangiz uyda bilanib ketadi. Konditsioner yoqib qo'ysangiz sizga uradi. Ko'pchiliklarimiz mana bunaqa zashtalar qo'yib olib kelib qo'yganmiz. Endi bu zashtasi o'zida bor buni. Ha, Shu bu softni o'zida. bosib qo'ysangiz o'zimda yopiladida. Приятный salqin havo chiqib turaveradi. Tushunarli. Aka, bitta narsa qizi gap ichida aytib o'tib ketamiz. O'zingiz uyingizda qanaqasini ishlatasiz? Xo'p, o'zi menga birinchi bo'ladigan savol u klientlar kelib o'zingiz nimani ishlatasiz deydi. Masalan, shaxsan men o'zimning uyimda Avalon konditsionerini ishlatganman. Chunki Avalon konditsioner ko'p konditsionerlar inverter emas bo'lgan paytda birinchi chiqib qolgan konditsioner. Avalon yaxshi konditsioner. Endi uni pulini eshitgan odam arzonroq narsani istab qoladi. Shunaqa paytda biz arzonchiroqlarni tavsiya qilamiz. Masalan, Avalon konditsioneri bo'lsa, masalan, imkoniyatinglar bo'lsa, olinglar, zo'r konditsioner. 6 million 300 ming so'm, 6 million 400 ming so'm turibdi hozirgi kunda. Lekin uni o'rnini bosadigan, lekin undan arzonroq Xuddi shunaqa konditsionerlar, mahsulotlarimiz bor. raqobat ko'p joyda o'sish bo'ladi degandek. Ko'p klientlarimizga kerak bo'lsa aytamiz, siz buni oling, effekt bermasa almashtirib beramiz. Bu har kim ham aytmaydi. Shuning uchun xohlagan konditsionerni sotib olgan odam u nima qiladi? Biz o'zimiz tavsiya beramiz. Bizni gapimizga kelib yaxshi narsa olsa, baraka topadi. Agar almashtirib bering desa, biz almashtirib bera olamiz, lekin birinchi o'rinda konditsionerga tok, muammo bo'ladigan narsa tok.
Endi yozib qo'yyapti bunga xarakteristikasiga va 135 voltdan 265 voltga ishlaydi. Bu 135 volt yozgi kunida sovutishga kerak bo'lishi mumkin. Lekin biz bularni aytamiz, eng kamida 170 напряжениyangiz bo'lsa, siz aytayotgan effektga chiqadi. Qish kunida. Xuddi shu. Chunki bu nimadan energiya olish kerak bu? Ashu tok kuchi bo'lish kerak-da, bu issiqni yaxshi berish uchun. Tok kuchi yo'q bo'lsa, bu ham qiynaladi. Kondisionerda. Agar tok kuchi kam bo'lmasa, pastroq bo'lsa, biz kondisioner tavsiya qilmaymiz. 220 dan ba'zi mahallalarda 220 dan past kimnidir mahallasida 190 volt ko'rsatishi mumkin tok kuchi. Shunaqa holatlarda yaxshi berar ekan. Mana shu Citroen kondisionerdan men o'zim qo'ydim. Farzandlarimni uyiga qo'ydim. Yaxshi, zo'r hozirgi kunda maza qilib ishlatilyapti. Uni narxi qancha? Bu sinovdan o'tgan narsa bu. Buni narxi qancha? Xo'p. Nechtalik? Bu 12 talik. Motorida ham, fenida ham tenti bor buni. Inverter full DC inverter bo'ladi. Hop, buni narxini hozirgi kunda 4.500.000 so'mdan qilib bera olamiz. 4.500.000 so'm. Endi qarang aka, yana bitta narsa qiziq, aytib o'tib ketaman. Bu 12 talik konditsionerlar maksimalni kattaligi nechiga nechi xonalarda isitib yoki sovutib bera oladi ishlab. Xo'p. 35 kvadratga davr isitib bera oladi. Isitishi. 30-35 kvadratga davr siz aytgandek effektga chiqa oladi. Endi sovutishga kelganda 40 kvadratga davr bo'lishi mumkin. Unda ham endi o'zini ustalar bilan maslahatlashib qo'yganini tavsiya qilaman men. Sababi kimdir 2 metrga 2 metr usti oldi polni aynali joylarga qo'yib oladi. U yer to'g'ri kvadrati oz, lekin u sovuq kiradi, issiq kiradi, shuni hisobiga baribir qandaydir effekt kamayadi. Ayni nisbatan undaqasini graduslarda o'zgartirib yuboradi. O'zi xuddi shunaqa narsada bu konditsionerda o'zini xarakteristikasini o'qib chiqadigan bo'lsa, xarakteristikasida bitta rom, bitta eshik, keyin uyni bo'yiga davr qaraladi. Shunga qarab turib, shuni chiqarishgan, masalan, 35-40 kvadratga isita oladi, sovuta oladi deb chiqarishgan. Tushunarli. Hurmatli mijozlarimiz, agar kimga shunaqa maishiy texnikalar qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizga aloqaga chiqinglar. Manzilimiz Jahon bozorida Kattarovotiga kirmasdan Fontanning oldiga kelasiz. Chap qo'lda do'konlardan 4-chi, 5-chi, 6-chi do'konlar bizga qarashli bo'ladi. Kimga shunaqa manfaatli ma'lumotlar kerak bo'lsa, videolar kerak bo'lsa, bizga obuna bo'lib qo'yganingizdan ma'qul bo'ladi.